Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli bizni kuzatib boruvchi aka-ukalar. Mana 2025-yil 22-aprel haftani seshanba kuni. Seshanba kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin deb mana biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaoron qishlog'ida Rustamjon do'stimizning xonadonlariga keldik. Hormat Rustamjon. Yaxshimi? Yaxshimishlar. Rahmat. Qo'zlar yaxshi sinab kelibsiz-a? Xudo xolasa ko'paytirib, zot olmaydi degan odamlar. Xolasa yaxshilardan kelibdi. Narxlarni ham xudo xolasa yengilroq qilib beraman deyishdi. Ko'rsating sargarakda. Xolasa qo'ylar ham yaxshi ekan, sifati ham zo'r. Internetda tekshirishadi, sonra arzon bo'lmasa olmaydi. Bunga mana shu bir partiya olasizmi Rustamjon? Ha, bir partiya. Qo'ylar mana yaxshilardan kelibdi, zo'r. Buni yoshlari necha oylik? 4-5 oylik atrofida qo'zlar. 4-5 oylik atrofida qo'zlar, ha? Hop, bu yerda qo'chqor nechta sog'liq nechta? Ikkita qo'chqor, 3 ta urg'ochi. Ha, ikkita qo'chqor, belida kraskasi bor qo'chqor ekan mana shular. Kraskasi bor qo'chqor. Biladi xolasa yaxshisidan ekan, qo'chqorni ham, sog'liqni ham o'sha zot yo'nalishiga ekan-da bular. Ko'rasiz, o dumbalar oqarib turibdi. Qo'zlar belida kraskasi bor, qo'chqor, Qo'chqor. uchta sog'liq, quloqlari ham o'shini yaxshi ekan xolasa. quloqlar uzun o'sha haqiqiy toza qo'ydi bolalari. Buni olsa dastlabki ham bor ichida. Dastlabki bor. Qaygacha dastlabkasi? Toshkentgacha dastlabki beramiz. Toshkentgacha dastlabki berasiz, ha? Haqiqatda xolasa yaxshi ekan qo'zlari ham mana yemishlari ham ko'rinib turibdi mana o'zi. Zo'roqdan ham o'raydi, gap qilmayman mana. Buni akalar xudo xolasa ko'zda ko'rgan boshqa, videoda ko'rgan boshqa mana. Zo'roqdan olib beryapman. Mana yemishlari ham xudo xolasa yaxshi ekan hammasiniki. Sog'lom, ishonchli-a? Ishonchli, yemishni sinab olishar bir hafta. Sonja buni cho'zmaylik, buni narxini necha bilan qilib berasiz? Bir joyga boladan qilib aytib qo'yagan buni. Bir joygami? Xolos hammasini bitta olishaman deyishadigan bo'lsa, 26 dan dastlabki qilib beraman. 1.650 so'm. 3 million kami bor, 29 kam bor deyish kerak yo'q. Xayrini ham qilib berasizmi? Xudo xolasa telefon qilgan ish bitadi. Ha, bu xudo xolasa akalar mana xudo xolasa naqad hissalaring ichib bitiramiz deyaptilar. Xayrini qilib beraman deyaptilar. 3 ta sog'liq, 2 dona qo'chqor. 2 dona qo'chqor. Soni 5 dona. Bir joyga ketadigan bo'lsa, telefon qilsa, xudo xolasa ishni bitiramiz. Mana qolgan ma'lumotlarni shu o'zlaridan olaverasizlar. Mana qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, xudo xolasa mana buni bitta ikkita ham sotilaveradimi? Xudo xolasa sotaveramiz, kelishib qolsa, lekin hammasini bitta olsa, chunki bitta kelgan hisob chiqish oson bo'ladi. Yengil bo'ladi, hammani bitta olsa. Bitta olsa arzonroq bo'ladi, ha? Vaqtni ham yengil qilib beraman deyaptilar. Xudo xolasa mana yaxshi ekan qo'zlar. Quvonchi yursinchi qo'zlar. Telefon nomerini aytib qo'ying, u yoqda ham aytib qo'yaman-da, qo'yib qo'yaman baribir. 95lik 95lik 429 429 50 50. Aloqa chiqarasizlar kimga yoqqan bo'lsa akalar. Xudo xolasa yaxshilardan ekan mana. O'sha qo'ying bormi desa, qo'ying bor deb xotirjam ko'rsataverasizlar mana. Haqiqiy bo'ladigan narsa. Hali bular yosh-da. Ha, yosh narsalar, hali yangi niholda o'sarman narsalar. Zo'rlaridan ekan mana. Jonivorlar, qulog'ini qarang, qulog'ini uzunligini. Bular sog'liq haqiqiy dahshatdan ekan mana zo'rlar. Ko'rsatmasizlar. Hammani xonasida mana shunaqa 100 ta bo'lib ketsin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Like podpiska bosib, yoqqan bo'lsa mana. Jonivorlar, ko'rsatmasizlar. Barakasini bersin.